1, 2, 3 ketdi. Bo'lmaydi aka. 1 kilo. Akalar 200 ga adashdilar. Gap yo'q. Siz bizga birinchi ko'rsatgan obunachilarimizga 100 ming so'mdan 200 ming pul. Mana bizda ikkita birinchi ko'rsatganga 200 ming bor. Mana. Qani sizdan ko'rsating. Mana. Gap yo'q. Akam obuna bo'lganlar shuni telefonni biroz ko'rsatasiz. Mana aka, 100 ming so'm aytilgan pulimiz. Kim bizga obuna bo'lgan? Jizzax savdo markaziga ichinglarda bormi yana? Faqat aldarim yo'q, obuna bo'larim yo'q. Bitta kamera pastga tushiradi, akam cho'ta ko'ryaptilar, menimcha bizga obuna bo'lmaganlar. Ko'ramiz. Sodda ayting o'cha. Xohlasa akalar uchun spesial bitta challenge o'tkazamiz. Mana shu qo'y kallasini hozir men sizlarga tarifga qo'yib beraman. Kilogrammini topamiz. Agar kilogrammini topsanglar, 500 ming so'm pul mukofoti bor. 10 ta odamning ichida ikkita obunachimiz bor ekan. Mana ikkinchi obunachimizga 100 ming so'm pul mukofoti. Aka, tabriklayman. Sizlar ham bizni kuzatib boringlar. Like, comment isdan chiqmadi. Shaq yo Jamshid, shaq yo Jamshid, bir kami bir ortiq. Oshig'iman oshiq. Hayot bu komediya, kim uchun tragediya?